Dasturimiz esa davom etadi. Toshkent viloyatida olib borilayotgan o'rganishlar doirasida Respublika idoralararo muvofiqlashtirish shtabi faoliyati izchil davom etmoqda. Jumladan, Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari rahbarligidagi shtab a'zolari Olmaliq va Ohangaron shaharlarida bo'lib, mahallalarda amalga oshirilayotgan profilaktik ishlar bilan yaqindan tanishdi. Dastlab shtab a'zolari Olmaliq shahridagi Kimyogar mahallasida bo'lib, mahalla yettiligi bilan uchrashuv o'tkazishdi. Unda hududdagi kriminogen vaziyat, profilaktika ishlari va aholi bilan manzilli ishlash masalalari muhokama qilindi. Tadbir davomida mahallalarda obodonlashtirish ishlariga ham alohida e'tibor qaratilib, mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Bundan tashqari mahalla aholisi, jumladan profilaktika va probatsiya hisobida turgan shaxslar uchun tibbiy ko'rik va mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Probatsiya hisobidagi ayollar bilan suhbatlar o'tkazilib, ularning muammolari o'rganildi. Ko'tarilgan masalalar yuzasidan tegishli choralar ko'rilishi qayd etildi. Mahalla yettiligida alohida tizim yaratilganligi, ayniqsa shu raqamli mahalla tizimi yaratilib, o'sha yerda mahallaga oid barcha statistik ko'rsatkichlar, aholini qiynab kelayotgan muammoli masalalar tizimli amalga oshirilayotganligi, ayniqsa shu bu raqamli mahalla tizimida shu jazoni ijro etish muassasasidan qaytgan, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo muddatini o'tayotgan shaxslarning har biri bo'yicha muammosini aniqlab, mahalla yettiligiga yuklatilayotganligi va bu borada amalga oshirilayotgan ishlar natijasida shu jinoyatchilik salmog'i keskin kamayishiga erishilayotganligi shu mahalla misolida ko'rsatildi. Shu kabi muloqotlar shahardagi Hamza mahallasida ham tashkil etilib, mas'ullar mahalla yettiligi vakillari bilan suhbatlar olib bordi. Bunda huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, xavf guruhiga kiruvchi shaxslar bilan individual ishlash samaradorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shundan so'ng ishchi guruh Ohangaron shahrida ham bo'lib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari bilan uchrashuvlar o'tkazishdi. Tadbir doirasida jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, aholi bilan manzilli ishlash va ijtimoiy profilaktika samaradorligini oshirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, hududda og'ir toifaga kiruvchi shaxslar, yoshlar va xotin-qizlar bilan olib borilayotgan ishlar tahlil qilinib, ularni qo'llab-quvvatlash va muammolarini hal etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilab olindi. O'rganishlar doirasida profilaktika subyektlari bilan ishlash va huquq-tartibot idoralari xodimlarining malakasini oshirish, zamonaviy usullarni keng joriy etish bo'yicha takliflar ilgari surildi. Probatsiya hisobida turgan 30 nafar shaxslar bilan suhbatlar o'tkazilib, ularning 15 nafarining muammolari joyida hal qilindi va o'rganish talab etiladiganlari alohida nazoratga olinib, tegishli mutasaddilarga yo'naltirildi.